Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati Karman tumani O'rtoqxo'jayev o'rta ta'lim maktabining 8-B sinf o'quvchisi Adiyev Kevsar. Interujutkorlik tanlovida men o'z Brain Games loyihasi bilan ishtirok etaman. Birinchi sahnada siz meva sabzavotlarni ajratishingiz kerak bo'ladi. Agar mevani sabzavotlar salatiga solsangiz yoki pastga tushib ketsa, ma'lum bir xatolik ovozini chiqaradi va balga -1 ayriladi. Har bir to'g'ri qilingan harakat uchun 1 ball qo'shiladi. Va 5 balldan so'ng keyingi bosqichga o'tadi. Ikkinchi sahna. Bunda tarozining o'ng tomonida 3 kilogramlik tosh. Shuning uchun siz tarozining chap tomoniga 3 talik meva qo'yishingiz zarur. Agar ular 3 tadan kam bo'lsa, ya'ni bitta, bu yerda kichik belgisi paydo bo'ladi. Agar bu mevalar 3 tadan katta bo'lsa, ya'ni 4 ta, bu yerda katta ishorasi paydo bo'ladi. Agar biz 3 kilogramga teng, ya'ni 3 ta olma qo'ysak, teng ishorasi paydo bo'ladi va keyingi bosqichga o'tamiz. Uchinchi sahna o'yinida bolalar ingliz tilini o'rganishga yordam beradi. Har bir tugmani bosganda unga qo'yilgan maxsus ingliz tilida bir so'zni aytadi. Siz u nimaligini topishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yashil birinchi tugmada lion, ya'ni sher deyapti. Agar sherni bosganimizda balga 1 ball qo'shiladi va keyingisi ko'k tugma dog, ya'ni it deyapti. Agar biz mushukni bossangiz hech narsa o'zgarmaydi va yana tugmani bosib itni bossangiz yo'q bo'ladi. Fish, ya'ni baliq, balga 1 ball qo'shiladi va oxirgisi cat, ya'ni mushuk va yana oxirga 1 ball qo'shiladi. Vaqtimiz chegaralangani tufayli faqatgina sizlarga hozir birinchi sahnadagi olmaning kodlarini ko'rsataman. Bu birinchi sahnadagi olmaning kodlari va kodning bu qismida olma har doim pastga tushishi va olmani bosganda sichqoncha ko'rsatishga joylashishi. Agar pastki devorga tegganda shakl yashirib, o'z nusxasini yaratadi va balldan 1 ni ayiradi. Bu esa xuddi o'sha kodning nusxasi uchun o shaklni ko'rsatadi va 12 va 150 koordinat o'qi bo'ylab joylashadi. Kodning bu qismida u har doim tokga tekkan bo'lsa, shaklni yashiradi va balga 1 ni qo'shadi. Agar tok 1 ga tegsa, shaklni yashiradi, baldan 1 ni ayiradi. Va kodning bu qismida esa agar ball -1 ga teng bo'lsa, ball 0 ga sozlaydi. Bu ballni minus tomonga o'tib ketishdan saqlaydi. Bu o'yin yaratishdan maqsadi bolalarning intellektual salohiyatini oshirish va o'z yoshlarini IT va dasturlash sohalariga qiziqtirishni o'z oldiga maqsad deb qo'ygan.